hech qaysi davlatda bo'lmasa kerak bunday yordam. Prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Har bitta bolani alohida shug'ullanib, o'zini dardidek bilib oyoqqa qo'ygani uchun, har bir onani savobiga, rahmatlariga qolayotgani uchun tashakkurimni bildiraman. Bizlarga Turkiya davlatiga kelish aytilingandan keyin biz boshida qo'rqqan edim, to'g'risi. Bu yerda nimalar bo'ladi, qanday borib, qanday davolatib kelayotganman, sarson-garchiliklar bo'lmaydimikan, ichki vohim bilan kelgan edim, to'g'risi. Bu yerda umuman boshqa holat, boshqacha sharoitlar, havas qilarli darajada, to'g'risi. Fondni har bir ishchisini qilgan ishlari sidqi dildan, Alloh rozi bo'lsin, ko'nglimdagiday bo'lib, kutib olishib, muomala jihatdan bir qiyinchiliksiz, даже aeroportdan kutib olib, bizni mehmonxonalarga joylashtirishib, har bir ko'rigimiz uchun shofyorlarimiz olib kelib, olib ketib, hamma tomonlama yordam berishdi. Hech qanaqa problema, muammolarga duch kelmadik. Operatsiya kuni yotib biz davolanishga keldik. Xudoga shukr, operatsiya jarayonlari ham juda yaxshi o'tdi, ko'nglimdagiday. Hammasidan minnatdorman.